O'tbosarda O'tbosarga abdiy bilsangiz. Assalomu alaykum. O'shani komandasida. Mana bugungi suhbatdoshimiz shahar nuroniylar jamg'armasi Shahar nuroniylar, yo'q, rahbar emas. Shahar nuroniylar maslahatchisi. Demak, Muhammad aka bo'ladilar. Endi qarang, Muhammad aka. Mana shu ertalab har kuni baland tarbiya mashqlarini bajarasiz. 5 kilometr kamida 5 kilometr yuramiz. Kamida 5 kilometr. Yuramiz. Endi mana bu nima uchun qilasiz? Nuroniylar. Mana shu yurishingiz nima uchun qilasiz? Ola insonni o'z sog'ligi uchun. Hozir ko'ryapsiz, sport bilan shug'ullanish qanchalik yaxshiligi odamlarga tushuncha berib bo'lindi. Hamma tushunib qoldi buni. Iloji bo'lsa harakat bu hayot. Ana 5000 qadam bo'lyapti. Bizning nuroniylarimiz hammasida aktiv qatnashyapti. Mana shu yerda o'zida eng ko'p yuruvchilar nuroniylar. Agar anaqa chiqsangiz, intervyu olaman desangiz ham nuroniylar. Ana shu ketayotgan sheriklarim ham nuroniylar. Kanalning narigi tomoniga o'tsangiz, undan ham ko'p. 3-tomonga o'tsangiz, undan ham ko'p. Nuroniylarimiz mana shu sog'liq uchun mana endi marafon deymizmi, har kuni 5000 qadam har doim chiqishadi. Bunda yoshlarga o'rnak bo'ladigan darajada nuroniylar harakat qilishadi, yurishadi toza havoda ertalab. Bu yaxshi. Endi yoshlar ham qarab, shunga qarab, nuroniylarga qarab, bejiz bo'lmasa kerak deb yursalar yaxshi bo'ladi. Siz masalan mana nima deydi? Meditsina xodimi ekansiz, o'zingiz bilasiz. Qanchalik sog'likka sportda qanchalik ta'siri borligini. Shuning uchun o'zimiz uchun har banda yursa, har bir kishi yursa o'zini sog'ligiga. Harakatda barakatda bo'lsa-ki. Harakat bu hayot. Shunday meditsinada harakat bu hayot. Hamma sohasida, sog'likda hamma sohasiga harakatda katta anaqasi bor, ta'siri bor. Shunday. Yoshlarga ham agar eshitsa, bizni eshitsa, yoshlarga yuringlar, chiqinglar, ishdan oldin mana erta tongdan bomdoddan keyin chiqsa, bemalol 4-5 kilometr yursa bo'ladi. Sharoit qilib qo'ygan mana oldin betlarda yurib bo'lmasin, toshlaydi, charchardingiz, yuradigan bo'lsa ham charchardingiz. Mana davlat boshimiz ko'rdingizmi qanaqa yo'llar, sharoitni qarang mana. Mana Qirim Kislovodsk mana. Suv yoningizda, daraxtlarni qarang. Havoni qarang mana, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Shunday. Yo'q, men har doim havoni aytaman shunday. Bunaqa havoni olish kerak-da. Bu havo quyosh chiqib 5 ta chiqadigan bo'lsa 7 gacha. 7 dan keyin bunaqa havo yo'q. Yo'q. Ayniqsa hozir yozda. Bu havoni olish kerak. Kun bo'yi ishlasangiz ham mazza. Shunaqa bu yaxshi narsa. Shu o'rnak olish kerak. Rahmat. Bizning nuroniylardan o'rnak olsin. Rahmat. Husamjon o'rnak olsin. Rahmat. Muhammad aka. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Tinch bo'ling. Umrlaringiz bundan ziyoda bo'lsin. Rahmat. Mana yoshlarga qo'shayotgan qilsangiz, boyaga nima deydi? Misol yoki o'rnak, bu savobda. Kimdir o'shan bilan qo'shilsa, savobi sizga ham albatta yog'iladi. Mayli-da. O'zingiz ehtiyot qilasiz. Salomat bo'ling. Sizga ham omad. Rahmat sizga.